Insultdan keyingi eng nozik davrlar. Birinchisi bu insultdan keyingi birinchi 72 soat. Bu davrda yuqori qon bosimi va bosh miya shishi bemorlar hayotiga keskin xavf soladi va qayta insult xavfini oshiradi. Ikkinchi davr 3 sutkadan 7 kungacha bo'lgan davr. Bu davrda ham qayta insult xavfi yuqoriligicha qoladi, qon bosimining keskin pasayib ketishi yoki tromboemboliya manbalari qayta insult xavfini oshiradi. Uchinchi davr bu 7 kundan 14 kungacha bo'lgan davr. Bu davrda ham qayta insult xavfi saqlanib qoladi, lekin bemorlarga shu bilan birga yotoq yaralar, pnevmoniya va boshqa tromboz xavfi keskin oshib ketadi. Keyingi davr bu 1 oydan 3 oygacha bo'lgan davr. Bu davrda qayta insult xavfi eng yuqori darajada bo'ladi va qayta insultlarning 50% mana shu davrga to'g'ri keladi. Shuning uchun ham 1 oydan 3 oygacha bo'lgan holatlarda bemorlar o'zlarini juda ham ehtiyot qilishlari kerak bo'ladi. Eng oxirgi davr 3 oydan 12 oygacha bo'lgan davr bo'lib, bunda qayta insult xavfi biroz kamayadi va bemorlarning ahvoli biroz barqarorlashadi.